Hammaga assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan bolalar crazy bolalar. Bugun videomizda 1621 bo'lib o'yinga o'tgangiz qilamiz bolalar. Sizlarga birinchi o'rinda narsani eslatib o'tsam bolalar, hisobni to'ldirayotganinglarda masalan bu yoqda bank kartalari, Humo, Visa, Payme, Steam seriallari shunaqangi valyutalar bor. Masalan sizlar bank kartalari Humodan to'ldirmoqchi bo'lsangiz hisobinglarni masalan 100 ming so'mga degasizlar King promokodini ishlatsanglar sizlarga 752 ta bulcoin qo'shib beryapti bolalar. Bu King promokodi keyslarda ham normal narsalar tushirib berish narsani bolalar 20% ga oshirib beradi bolalar. Xullas bolalar balansinglarni to'ldirayotganinglarda King promokodidan albatta foydalaninglar bolalar. Bu juda ham omadli. Buni video davomida ko'rishingiz mumkin bolalar. Bolalar kommentariyga yozib qo'yinglar qaysi keysni ochishimni. Biz hozir qaysi keysni ochsak bo'ladi? Davayte mana shu Rock'dan unda biz PUBG'da yuqori hafta o'tkazib, ozgina Wi-Fi ishlamayapti bolalar, o'zi so'rayman. Yuqori hafta 3 talik, 4 talik ochib ko'ramiz bolalar. 300 ta balansga go. Nima beradi sizlar bilan birgalikda ko'ramiz bolalar. Albatta bolalar balans to'ldirayotganinglarda King promokodidan foydalaninglar. Bolalar omadli promokod. 300 ta bulcoinga ochdim necha beradi? Mana gördinglarmi bolalar? King promokodi qanaqa omadliligini ko'rdinglarmi bolalar? Prosta King promokodi pizdes omadli bolalar. Ishoninglar, realniy qanaqa plyus berdi? 300 ga ochib bolalar. Ahuyet 771 qoldi. Uje 2000 balans bolalar. King promokodi realniy omadli bolalar. Albatta foydalanishinglarni so'rab qolamiz bolalar. Hop, endi biz qaysi keysni ochsak bo'ladi? Davay, aslan bo'ydan ochamiz bolalar. Hop, kichik hafta bundan 2 tali ochib ko'ramiz, 238 ta bulcoinga. Davay, normal narsa ber bolalar. Bile. Bolalar, mana yaxshi, zo'r. 214 balans. Normalli, juda katta minus emas bolalar. Davayte endi biz 4 talik, 3 talik yuqori hafta o'tkazib ochamiz bolalar 357 ta bulcoinga. Davayte King promokodidan nimalar tushishini hozir sizlar bilan birgalikda ko'ramiz bolalar. 357 ta bulcoinga ochdim, ko'ryapsizlar bolalar, 496 bulcoin beryapti bolalar. Qanaqa omadliligini sizlar ko'ryapsizlar. 2200 balans o'zi bolalar. Davayte yana bitta ochamiz. 357 ta bulcoinga. Normalli foydaga kirdik bolalar o'zi. Bu albatta King promokodidan foydalanganligim uchun bolalar. Yo'q, bu safar bir safar. Endi 1-2 minus berib turadi bolalar. Davay, endi bularni kontrakt qildik. 131 tiketdan 655 gacha tushib qolishi mumkin. Necha tushgan? 131 tiketdan 124. Davayte buni nima qilsak bo'ladi? Upgrade qilaymi ekan? Upgrade qilamiz bolalar. 124 bo'lsa, davayte biz 290 ga qo'yamiz. 40% ekan, bitta test qilamiz, sham yo'qmi ko'ramiz. Qarashni ko'rdinglarmi bolalar? King promokodi orqali libonasi o'xshaydi bolalar, pastlik. Davay, endi biz CS:GO'dan ochamiz bolalar. Hop, CS:GO yotib turib qaysi keysni ochsak bo'lar ekan sizlar bilan? O'ylab ochish kerak bolalar. Davayte mana shu 280 lik fishkidan bitta ochib ko'rayim kelyapti bolalar. Oldin rosa ochishni orzu qilaman boshqa. Shukurlar ham yetib keldi. Davay. Yo'q, bular 72 berdi-yu. Mayli, buni sotamiz. Bu keysdan chiqamiz. Ana endi pastroqqa tushib turib. Hop. Endi biz qaysi keysdan olsak? Davayte mana shu Glockdan 5 talik ochamiz bolalar. O'zi o'tirinsa biz ketyapti orqashi. 495 bulcoinga ochdi. Davayte endi shu akaslar bilan birgalikda ko'ramiz bolalar. Davay. Qancha? 414 normal bo'ladi. Davayte yana bitta ochamiz bolalar. Kanalimizga obuna bo'lib, videoga like bosib, esingizdan chiqmasin bolalar. Davay. Yo'q, bu safar ozgina minus bo'ldi bolalar. No, mayli. Kontraktga qo'yamiz bolalar birinchi buni.
284 qo'ydik. Necha tushayotgan sizlar bilan ko'ramiz bo'ldi. 195. Yo'q, buni sotamiz. Tinchgina PUBG'dan ochib olamiz bo'ldi. PUBG'dan yaxshiroq omad kelib turadi. Davay PUBG'ga o'tamiz. Tak. Davayda mana shu Qorbobo ustaxonasidan yo, to'rttalik kichik harfni ochib ko'ramiz bitta. 496 pul qo'yinga. Nima tushayotgan sizlar bilan birgalikda ko'ramiz davay. 496 taga ochsam yaxshi, buni 216. Yo, ozgina emas, bo'ladi. Endi biz bitta yuqori hafta tez ochiq qilamiz bolalar. 496 ga ochyapmiz. Necha tushayotgan? Yo. Vay, minus berdi. Mayli. Tak, endi bu yerdan chiqib, qaysi kes ochsa bo'ladi? Pastda yo'l shoh degan kes bor, bolalar bilsanglarga. O'shani ochib ko'ramiz. Yo'l shoh. Mana. Bundan o'rta shartda davaydi to'rttalik 356 ta pul qo'yinga ochyapman. Necha tushayotgan hozir ko'ramiz bolalar. Tak. Yo'q, buni 191. No, bo'ladi. 317. Davay yana bitta ochib olish. Uni yuqori hafta ochib olishdan bosilib ketdi. Albatta sizlar ham balans to'ldirayotganida frezi qilinglar bolalar. Yaxshi 313. Uy, 600 berdi bolalar. Ko'ryapsizlarmi bolalar? Keng promogodi qanaqa omadliligini. Davayda endi yuqori hafta ochamiz. 356 ta pul qo'yinga 600 berdi, ko'rdinglarmi bolalar? 356 ochib 600 qildi hali endi. Davay. Yo'q. Bolalar, bitta legendarga tushmadi. Bo'p turadi bolalar, bo'p turadi. Qaytish yo'q. 129 kontrakt tikdim, davay necha tushayotgan ko'ramiz hozir. 80 upgrade qilish kerak. Hop, 200 ga upgrade qilish kerak buni. 200 mana. 37% ekan go bosib Yo'q, tushmadi bu. Hop, endi biz qaysi kesdan olsa bo'ladi? 1000 ta balans qoldi. Davayda mana shu bitta Shaunni g'azabi degan kesdan ochib ko'raylikchi o'rtacha hafta. Ani davayda bismillah ku. Necha tushayotgan sizlar bilan ko'ramiz bolalar. 699 yo'qdan 436. Yo, davayda yana bitta ochamiz bolalar. Davay normal narsa ber. 187. Yo'q. Minus berdi bolalar. 100 ta balans qoldi. Mayli, bu safar omad kelmasdi. 100 ta balans. Davayda safarga 1-2 qo'yib, bitta minut yo'q yedik bolalar sirazi. Endi bu yoqqa yana 100 tadan tikamiz. Yo, bile. Hop, manet. Yo, bile, yedi bile. Vay, vaqti bo'ladi endi. Bekdan nima bo'ladi? Bittachi. Koy berdi. 99 Bundachi. Nima beradi? 2500 ta nima berdi? Hozir buni ham almashtirib ko'ramiz bo'ldi. 25 ta pul coin beryapti. Davaydi bunga. Kes ochib ko'ramiz bolalar bunga. Hop, qaysi kesasi bo'ladi endi bolalar. Aslan bo'ydan ochamiz. Aslan bu. O'rta shartda go bitta 119 pul coinga ochdik.
Davay. 49 berdi bolalar. Mayli, bu safar omadsiz bo'ldi-yu. No bolalar, keyin promokoddan foydalaninglar bolalar. Sizlarga omad kelishi mumkin. Kamdan kam bo'layotgan holat bir omadli bo'ladi, bir omadsiz bo'ladi. Endi peshana yozilmagan bo'lsa, foydalanish kerak bolalar. Keyin promokoddan bolalar. Boshida ko'rdinglar qanaqa omad kelganini. O'shanda sizlar chiqarib olishinglar kerak edi. Agar sizlarda shunaqangi normal balans ko'tarilsa bolalar. Xo'p, hozircha videomiz tugadi bolalar. Sizlar bilan crazy bildirib bo'ldi bolalar. Balans to'ldirayotganinglarda albatta keyin promokoddan foydalaninglar bolalar. Keyslardan normal narsalar tushirib berishansana 20% oshirib beradi. Hammaga xayr bolalar, sog' salomat bo'linglar.